Mana shu kubik Rubikni ko'pchilik obunachilarim ko'rgan bo'lsa kerak. Endi xuddi mana shu tushdi. Yarimidan oqga sepib yubordim, oq kraskaga sepib yubordim. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishdagi oyning 15i yorug', 15i qora degan kubik Rubik hosil bo'ldi. Menga juda ham yoqdi to'g'risi turishi. Chiroyli kubik Rubik bo'ldi, lekin kraskasi juda tiniq chiqmadi, g'adir-budurligi bor. 2 marta sepilgan joylar ham bor, shunga juda silliq emas, lekin tez aylantirganingizda umuman bilinmaydi. Ham bu O'zbekistonda menimcha bir yagona bo'lsa kerak bu. Yolg'on bo'lmasa agar, kimdadir shunaqa bo'lmasa, bitta bo'lsa kerak. Qanaqa chiqibdi o'zi kommentariyaga o'z fikrlaringni qoldiringlar. Keyingisini ham rangini aytib o'rsalarni o'shanaqaga bo'yab yuboramiz. Faqat mana unaqa 6 ta rangdan tashqari shu kubik Rubikda bor ranglardan bas, yo'g'idan essalarni o'shani sepib yuboramiz.